Assalomu alaykum. Python onlayn o'quv markaziga xush kelibsiz. Men Habibulloh Halilov. Shu onlayn o'quv markazi asoschisiman. Anchadan beri dasturlashga o'qitish, informatika o'qituvchilariga olimpiadaga, attestatsiyaga tayyorlanishlariga yordam berib kelaman. Unda bugungi darsimizni boshladik. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan test yechamiz. Saytni ko'rib turibsizlar. infomaster.uz. Googledan mana shunday qilib qidirsalaringiz, shu saytdan foydalanishlaringiz mumkin. Mana manzili. Keling, testni yechish uchun birinchi navbatda mana informatika bo'limiga o'taylik. Yoki mana attestatsiya bo'limiga o'tsak bo'ladi. Bu yerdan informatikani tanlaymiz. Bizda mana har xil testlar bor. Bugungi darsdan maqsad sizlar bilan hozir bitta test yechadigan bo'lsak, shu bitta testni ichida 35 ta savol bo'ladi. O'sha 35 ta savolni o'sha 35 xil narsani balki o'rganishlaringiz, takrorlanishlaringiz mumkin bo'ladi. Shu bitta darsning o'zida. Menimcha bu ancha sizlarga foydali bo'ladi. Chap tarafga mana shu saytni, o'ng tarafga doskani ochib olamiz. Sababi men yechayotgan paytim tushuntirib ko'rsatmoqchiman. Mana bu demak bizning doskamiz. Bu tarafda testni yechamiz. Birinchi testdan boshlaylik mana shu. Ya'ni hozir ko'rinib turgan tepadagi birinchi test. Asli bu 18-test. Tepadan pastga qarab tushsak bo'ladi har darsda. Bugungi darsda mana shundan foydalanib yechib ko'ramiz. Testni ochishni bosamiz. Mana bu yerga e'tibor qiladigan bo'lsak, informatika fanidan attestatsiya savollari 18-variant 2024-yilda tushgan savollar. Ushbu dars O'zbekiston informatiklari hamjamiyatidan olingan bo'lib, hamjamiyatimizda siz informatikani noldan oson va mukammal o'rganasiz. Sababi hozirgi vaqtda hamjamiyatimizda har kuni yakshanbadan tashqari jonli efirda darslar olib borilmoqda. Siz hamjamiyatimizda darsingizda ishlatishingiz uchun kerakli dasturlar, kerakli materiallarni olasiz. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, attestatsiyaga tayyorlanish, o'quvchi bo'lsangiz, olimpiadaga tayyorlanasiz. Bo'lajak ustozlar esa informatikani noldan mukammal o'rganib, darslarga tayyorlanib borishadi. Hozirgi vaqtda kurslar qimmat, lekin o'qituvchilarning oyligi kam. Shuning uchun biz bu hamjamiyatni o'qituvchilarga yordam tariqasida tashkil qilganmiz. Jonli efirdagi darslarga qatnasha olmagan ustozlar uchun darslar albatta guruhga saqlab boriladi. Shunday ekan, vaqtingizni va pulingizni tejang. Hamjamiyatimizga a'zo bo'lish uchun ekranda ko'rib turgan manzillaringizga murojaat qiling. Maqsadimiz yurtimizdagi eng kuchli informatiklarni hamjamiyatimizda birlashtirish. Sizni ham hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Mana hozirda bahorgi attestatsiyaga oz qolyapti. Shu attestatsiyaga tayyorlanayotgan ustozlarga albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman. Demak, testni boshlashni bosamiz. Test boshlandi. Mana ko'ryapsizlar, bizda jami 35 ta savol bor. Shu 35 ta savolni hozir sizlar bilan birga yechib chiqamiz. Bu yerda mana pastda boshqa ma'lumotlar, keyingisiga bosish orqali biz keyingi savolga o'tamiz. Demak, birinchi savol: Excel dasturida ish kitobi sahifalarini qanday nomlash usulini ko'rsating. Bu yerda variantlarga qarasak, birinchisi aytyapti, list nomi ustiga sichqoncha o'ng tugmasini bosib, переименовать bandi tanlanadi. Keyingilarga e'tibor qilamiz. Вставка menyusidan переименовать tanlanadi. Keyingisida sichqonchani o'ng tugmasi bosib 2 marta bosish orqali, keyingisida list nomi ustiga sichqoncha chap tugmasini bosib, переименовать bandi tanlanadi. Ko'ryapsizlar, agar Microsoft Excelni esga oladigan bo'lsak, o'sha har bir sahifaga nom bermoqchi bo'lsak, uni nomining ustiga sichqonchani o'ng tarafini bosardik. Keyin u yerda mana переименовать bosardik. Shuning uchun mana shuni
tanladim. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi savol. Agar kitobdagi axborot 660 kilobayt bo'lsa, nechta informatika so'zi bilan almashtirish mumkin? Bu yerda shunga e'tibor qilish kerak. Mana 660 KB yozilyapti. Odatda kilobayt yozishda katta harflar bilan yozilar edi. Kichkina b bo'lsa bu bit bo'lardi. Shuning uchun men hozir buni kilobayt deb o'qiyapman, chunki ikkalasi ham kichkina bo'lib turibdi. Lekin shuni hisobga olishlaringiz kerak. Bizda jam axborot hajmi 660 kilobayt. Keling, mana shuni yozaylik. S teng 660 kilobayt. Mana shunaqa yozilardi odatda. Olimpiadalarda masalan. Shuning uchun savolga e'tibor qilasizlar doim. Bu jam. Endi bizda informatika degan so'zni axborot hajmini o'lchab ko'raylik. Buni S1 deb olaylik. Bu uchun biz informatikani harflarini sanab, har birini 1 baytdan hisoblaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ta harf. Demak, 11 ko'paygan 1 baytdan hammasi. Jami shunda bizda 11 bayt axborot bor ekan mana shu informatika degan so'zda. Endi mana shu umumiy axborot hajmini bu axborot hajmiga bo'lsak, shunda nechtasiga almashtirsak bo'ladi? Shu kelib chiqadi. Ya'ni katta jam axborot hajmini ichida bizning mana bu kichkina axborot hajmi nechta bor? Shu narsani topishimiz kerak. Bu yerda ko'ryapsizlar, hammasi demak katta-katta sonlar. Shuning uchun bizda mana bu kilo yo'qolib ketadi. Bo'lamiz. S ni S1 ga. 660 ko'paygan kiloni biz 1024 deb yozamiz. Keyin bayt. Buni bo'lamiz 11 baytga. Bayt bilan bayt qisqaradi. 66 bilan 11 ni qisqartiramiz. Shunda bizda mana tepada 6 qolyapti. Qolganlarni endi ko'paytirsak bo'ladi. 60 ko'paygan 1024. Bu necha bo'ladi? 6 kere 4 24 ni 4 ta x tilda. 6 kere 2 12, ikkisi bilan 14 bir tilda. 6 kere 0 0. Demak 1. Keyin 6 kere 1 6. Endi mana bu 60 ni 0 ham bor, o'sha 0 ni oxiriga qo'shib qo'yamiz. 61440 chiqyapti. Bizda mana shu variant. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi savolga e'tibor qilamiz. Python. Dastur kodi natijasi 0 chiqishi uchun so'roq belgisi o'rniga quyidagilardan qaysi birini qo'yish kerak? Bu yerda ko'ryapmiz, mana print, keyin so'roq belgisi, o'rtada ampersand, keyin mana qovus ichida 1, round 2,5. Demak, buni ishlash uchun birinchi navbatda keling ichkaridan boshlaylik. Ya'ni 1 mana bu endi or deb o'qiladi. Round 2,5. Mana bu ortiqcha joylarda o'chirib qo'yaylik. 2,5. Bu yerda roundni vazifasi mana shuni yaxlitlash. 2,5 ni yaxlitlash. Matematikani esga oladigan bo'lsak, agar sonni mana shu virguldan keyin kelayotgan qiymat 1 dan 4 gacha bo'lsa, yaxlitlaganimizda bu sonni o'zini olamiz, mana bu 2 ni o'zini. Agar 5, 6, 7 va hokazo 9 gacha boradigan bo'lsa, biz mana bunga 1 qo'shib olamiz. Shunda bizga mana bu yerdan 3 olinadi, chunki mana bunisi 5. Shunda biz 3 bilan 1 ga orni qo'llayapmiz. Bu bitli operator. Bu qanday bajariladi? Buni bajarish uchun mana shu ikkita tarafda turgan sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Keling o'tkazaylik. 1 ni o'tkazadigan bo'lsak, bu
1. Keyin 3 ni o'tkazadigan bo'lsak, bu 11. Ikkalasi ham ikkilik sanoq sistemasida. Endi mana bu yerni oldini to'ldirib qo'yamiz, sababi uzunliklarni birlashtirish uchun. Endi bularning orasida orni qo'llasak, bitma-bit, ya'ni har bir ustun bo'yicha qo'llaymiz. 1 bilan 1 ga orni qo'llasak, mantiqdan esga oladigan bo'lsak, bu 1 bo'ladi. Va buni ham qo'llaydigan bo'lsak, 1 bilan 0 1 bo'ladi. Shunday qilib ko'ryapsizlar, bu yerdan jami bizga 3 qaytar ekan. Sababi mana bu ikkilik sanoq sistemasidan 10likka o'tkazadigan bo'lsak, bu 3 bo'ladi. Bu yerda qanday o'tish, ya'ni 10lik sanoq sistemasidan 2likka, 2likdan 10likka, bularni albatta o'sha bilishlaringiz kerak. Mana 3 bo'ldi. Endi biz mana bu so'roq bilan o'sha 3 ni demak va orqali bajargan paytimiz 0 chiqishi kerak ekan. Endi variantlarni bitta-bitta qo'yib ko'ramiz. Bu uchun yana bu yerdagilarni 2likka o'tkazib 3 bilan qo'yib ko'rishimiz kerak. Mana 1 va 3. Buni bajarish uchun 1 ni o'tkazadigan bo'lsak 2likka 0 1 dedik, 3 ni o'tkazsak 1 1. Bularning orasida mana shu va ni qo'llaydigan bo'lsak, ikkalasi, ya'ni ustundagi ikkita qiymat 1 bo'ladigan bo'lsa 1, birortasi 0 bo'lsa yoki ikkalasi ham 0 bo'lsa 0 bo'lib ketadi. Shunda ko'ryapsizlar, bu yana bizda 1 paydo bo'ldi. Bundan bizga 1 degan javob kelar ekan. Demak, 1 ni qo'ysak to'g'ri kelmadi. Endi 0 ni qo'yib ko'rsak, hozir shu joyning o'ziga 0 0 1 1 0 0. Ko'ryapsizlar, bunda 0 chiqyapti. Shuning uchun vaqtimizni ketkazmaslik uchun shuni o'zini tanlab ketsak bo'ladi. Chunki mana bu 0 1 ni o'tkazamiz desak, bu ham bir ortiqcha ish bo'ladi. Keyin mana bu nam ham baribir to'g'ri kelmaydi. Xabaringiz bo'lsa kerak, informatika fanidan attestatsiyada, olimpiadada har yili xalqaro darajadagi murakkab masalalar berilmoqda. Lekin bunday masalalarni yechimini o'rgatadigan va shu kabi masalalar jamlangan qo'llanma shu paytgacha o'zbek tilida menimcha yo'q edi. Bu kitobdan esa siz aynan o'zbek tilida xalqaro darajadagi informatika fanidan attestatsiya masalalarini bir qanchasini yechimlarini o'rganishingiz mumkin. Va shu kabi namunaviy masalalarni yechib siz bilmingizni oshirasiz. Demak, endi informatika fanidan bu kabi jamlanma bor. Bu kitob har bir informatika o'qituvchisida va informatika faniga qiziqadigan, olimpiadalarga tayyorlanadigan informatika o'quvchilarida ham bo'lishi kerak. Bundan tashqari, albatta informatika o'qituvchisi bo'lmoqchi bo'lgan talabalarda ham bu kitob bo'lishi kerak. Kitob elektron shaklda bo'lib, siz undan istalgan joyda, telefonda va kompyuterda foydalansangiz bo'ladi. Kitobni yuklab olish uchun Telegramdan foydali kitoblar kanali deb qidiring yoki bizga murojaat qiling. Hozir men bularni tushuntirib ishlayapman. 12 minutdan ziyod vaqt o'tib ketibdi. Ya'ni men video yozib olishimga qarab aytyapman. Shuning uchun sal tezroq ishlashga harakat qilamiz, chunki bu yerda sizlarga asosan attestatsiyaga tayyorlanishda tezroq yecha olish muhim. Men hozir demak imkon qadar tushuntirib ham tezroq ishlashga harakat qilaman. Savol beryapti, Word 2010 bo'yicha qaysi holatda matn, hoshiyalar, rasmlar va boshqa qismlar qog'ozga chop etishga mo'ljallangan sahifalardagi kabi ko'rinishda aks etadi? Veb hujjat holatini esga oladigan bo'lsak, butun ekran bo'yicha katta bo'lib yoyilib ko'rinadi. O'qish holatini oladigan bo'lsak, unda boshqacha holatlarda ko'rinishi mumkin, ya'ni bitta sahifa ikkiga bo'linib yoki shunga o'xshash. Struktura holatini esga olsak, chap tarafda yoki umuman maydonda o'zida kichik o'sha ko'rinishda ko'rinardi. Demak, sahifani belgilash holati desak bo'ladi. Chunki bu Wordni ochib ko'radigan bo'lsalaringiz, focus degan bitta shu ko'rinish holati bor. Shundan foydalanib ko'rish kerak. Keyingisiga o'tamiz. Shunday natural n bu ikkilik sanoq sistemasida sonini aniqlangki, 151, ya'ni 10lik sanoq sistemasidagi sonidan n sonini ayirgandagi natijani ikkilik sanoq sistemasidagi ko'rinishi faqat bir raqamlaridan iborat bo'lsin.
qavslar ichida sanoq sistema asosi berilgan. Ya'ni mana bu qavs ichidagilar sanoq sistema asosi deyapti. Bunisi ikkilik sanoq sistemasida, bunisi o'nlik. Biz mana shu n sonini ikkilik sanoq sistemasida topishimiz kerak. Buni topishimiz uchun nima qilamiz? 151 bizda berilgan, mana 151. Ana endi o'zi faqat birlardan iborat bo'lgan ikkilik sanoq sistemasidagi sonlar qaysi sonlar? Shu narsaga bir e'tibor qilaylik. Agar pastdan keladigan bo'lsak, bu 1 ni o'zi yoki 3 yoki 7 yoki 15, ya'ni 2 ni darajalaridan mana bitta oldingi sonlar deyish mumkin. Mana bunisi 2 ni birinchi darajasidan bitta oldingi son. Mana bu 2 ni ikkinchi darajasidan bitta oldingi son, ya'ni 4 dan. Shunday qilib ko'rsak bo'ladi. Mana keyin bundan keyingisi 31 bo'lishi mumkin, bundan keyingisi 65 bo'lishi, 63 bo'lishi mumkin. Bundan keyingisi 127 bo'lishi mumkin va hokazo. Endi keling bularni xo'p shunday bitta son ayirishimiz kerakki 151 dan. Mana shu yerdagi birortasi paydo bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu kelib chiqish kerak birortasi. O'sha sonni topish uchun deylik, bundan mana shu sonlarni ayirib ko'rsak ham bo'ladi. Bu yerdagi sonlarga qaraylik. Eng katta son qanaqa son? Masalan, 1, 2, 3, 4, 5. Jami 5 xonali son ko'ryapsiz. Birinchisi nima degani? Mana bu. Mana shu son nima degani? Ko'radigan bo'lsak, bu 18 degani. Chunki mana 16 ga 10 qo'shilyapti. Bu ikkilikdan 10likka o'tkazsak, bu 18 bo'ladi. Keyingisi nima degani? Bu 16 ga 8 qo'shilyapti, 24 degani. Demak, 1 0 0 yozsak, bu 24 degani. Mana bunisi 25 degani bo'lar ekan. Va oxirgisi 101 01. Xo'p, bu endi 16 ga 5 qo'shilyapti, shunda bu 21 degan. Endi mana shu bitta-bitta ayirib ko'rishimiz mumkin. 151 dan 18 ni ayirsak necha bo'ladi? Keling, mana ayiraylik 18 ni. 11 dan 8 ketadigan bo'lsa 3. Bu yerda demak 4 qoldi. 14 dan 1 ni ayirsak 13. 133. 133 bularning ichida yo'q, ko'ryapsiz. Keyingi sonni ayirib ko'rasiz. 24 ni 151 dan ayiramiz 24. 11 dan 4 ketsa mana 7. Bu yerda demak 14, 2 ni ayirsak 12. Mana 127 bor ekan. Mana. Va biz 24 ni ayirib ko'rdik. Mana shuni. Shunday qilib biz n soni deb mana shuni olishimiz mumkin. Shunda biz 151 dan ayirganimizda 127 hosil bo'ladi va mana shu to'liq birlardan iborat son. Ikkilik ko'rinishini yozish mumkin. Mana 1 1 1 1 1 1 mana shunaqa ko'rinishda. Agar 128 bo'lsa 2 ning 7-darajasi bo'lardi. 1 ni orqasida jami 7 ta 0 bor, jami 8 xonali son. Bu hozir 1 2 3 4 5 6 7 xonali bo'lishi kerak mana. Shunday qilib to'g'ri javob 24, ya'ni 11000. Mana shunisi. Keyingisida hisoblang. Javobni o'nlik sanoq sistemasida yozing debdi. Bu yerda ham biz mana shunday sanoq sistema bilan ishlashimiz kerak. Keling, tezroq o'tkazamiz. 11 16lik sanoq sistemasida. 11 ni 16lik sanoq sistemasidan 10likka o'tkazadigan bo'lsak, bu 17 degani. 1 1 1 8lik sanoq sistemasidan 10likka o'tkazadigan bo'lsak, demak tepalariga darajalab qo'yib chiqsak 0 1 2. Shunda buni bunaqa ko'rinishda yozish mumkin. 64 plus 8 plus 1. Keyin plus
Mana bu ikkilik ekan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6-chi darajasi bu 64 degani. Keyingisi plus 32 plus 16 plus 8 tashlab ketiladigan bo'lsa 4 plus 2 plus 1. Mana shuni hisoblash kerak. Mana hozir bunisi qovusdan chiqadigan bo'lsa, ko'ryapsiz, oldi manfiy bo'lib chiqadi. Shuning uchun mana bular ketadi. Ya'ni ayrilib ketadi. Mana bular ham ayriladi. Xo'p, ana endi ko'radigan bo'lsak, mana bu 8 bilan 16 ayrilsin, bu yerda 8 qoladi. Shunda mana bu ikkalasi 40 bo'ladi. Qolganlarini ham qo'shadigan bo'lsak, mana bu ikkalasi 6, bu bilan qo'shadigan bo'lsak 46 bo'lyapti. Ana endi 46 ni 17 ga qo'shish kerak. Mana shunday qilib. Demak, 3, 6, 63. Shunda bizda javob 63 mana shu bo'lyapti. Bunisini yechish uchun bu yerda ham demak sanoq sistemani bilish kerak. Mana bunisi ko'ryapsiz 16 likda, mana bunisi bizda ikkilik sanoq sistemasida. Buni hisoblash uchun keling shu mana bu kattasini, ya'ni uzun ikkilik sanoq sistemasidagisini 16 likka o'tkazib olamiz. Yoki hammasini 10 likka o'tkazish mumkin. Bu sizlarning o'zlaringizni ixtiyorlaringizda. 16 likka o'tkazadigan bo'lsak, bu qanday bo'ladi? 4 ta ajratish kerak, o'ng tarafdan chapga qarab. Buni o'zini bitta yozib oladigan bo'lsak, mana 10, 11, 3 ta 0, keyin 100. Mana 4 ta ajratamiz. Mana bunisini oldiga 2 ta 0 qo'yib hisoblar ekanmiz. 16 likka o'tkazyapmiz. Mana bu 4 degani. Mana bunisi. Xo'p, 8 ga 4 ni qo'shsak 12 degani. Mana bunisi 2 degani. Shunda biz 16 likka o'tkazadigan bo'lsak 2 ni o'zi o'tadi. 12 bizda A, B, S bo'lib o'tadi. Mana bunisi 4. Ko'ryapsiz, B ni o'ng tarafida turgan son 16 lik sanoq sistemasida 2, S 4 ekan. Endi mana shu bo'yicha demak hisoblab ko'rsak bo'ladi. Mana 2, S 2, 2, S 4 demak bu ikkitaga farq qilyapti. Shunda mana bu oradagi son 2, S 3 bo'lishi mumkin agar 16 likda hisoblaymiz desak. Mana shu 2, S 3 ni biz mana bu yerda ko'rsatilgan sanoq sistemalariga o'tkazib ko'rishimiz ham mumkin. Mana 2, S 3 degan son. Bu 16 likda. Keling 8 likda bu yerda bergan, o'sha 8 likka o'tkazib ko'rsak qanday o'tkazamiz? 2, S 3 ni ko'rinishi o'zi qanday bo'ladi? Mana uzun qilib yozishimiz mumkin yoki shu holatni o'zida ham yozaylik. 2 ni ko'rinishi, demak 4 taga ajratadigan bo'lsak, 0, 0, 10. S ni ko'rinishi bu 12 degandek mana bu yerda bor. 11, 0, 0. 3 ni ko'rinishi 0, 0, 1, 1. Mana shunday. Bu ikkilik ko'rinishda bo'lyapti. Mana ikkilik ko'rinishiga qarasak, o'zi shunaqasi bormi? Yo'q, bu boshqacha, ko'ryapsiz. Bu bilan bir xil emas, demak. Endi 8 likni ko'rishimiz kerak. 8 likka o'tkazish uchun 3 ta 3 taga ajratardik. Mana shunday qilib. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana bu 1 bo'lyapti, mana bunisi 3 bo'lyapti, mana bunisi 0 bo'lyapti, mana bunisi 3 bo'lyapti. 1303, bu yerda 1302. Demak, to'g'ri kelmadi. Ana endi 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazib ko'ramiz. Demak, 0, 1, 2 degan darajalar qo'ysak, bu 2 ko'paygan 16 ning kvadrati, ya'ni 256 plus S degani 12 edi, ko'paygan 16 plus 3. Ko'paytirsak 12 ni 2si 1 dilda 2 kira 5 10 da 0, 1 bilan 11 ni 1. Demak 2 kira 2 4, 1 bilan 5. Keyingisini o'tkazadigan bo'lsak 2 demak 160 degani bu
plus ikkitasi 32 plus 3. 512 plus 192 plus 3. Qo'shadigan bo'lsak, 3 ga 2 5, 2 ni qo'shsak 7. Xo'p, 9 ga 1, 10 da 0, 1 dilda. 1 ga 5 6, 1 bilan 7. Demak, 707 bo'lar ekan bu o'nlik sanoq sistemasida. Qarasak, bizda mana o'sha son bor. Shuning uchun shuni tanlab qo'ysak bo'ladi. Keyingi savolga o'tyapmiz. Python dasturi natijasini toping. Demak, S teng Aliyev, B teng Vali. Bu yerda 40 ish bo'lyapti, ko'ryapsizlar. 3 dan 7 gacha. Bu yerda chap tarafdagisi o'zi kiradi, ya'ni 3-indeksdan boshlanib 7 gacha, 7 kirmaydi. Shunda S dan 40 oladigan bo'lsak, qaysilari bizda 40 qiladi? Keling. A buni yozaylik. A, L, I, Y, E, V. Aliyev. Indekslaydigan bo'lsak 0, 1, 2, 3, 4, 5 degani bu. Keyingisi Vali. Vali. S dan 40 bo'lsak 3 dan 7 gacha. Uchinchisi xo'p, mana S Aliyev to'g'ri yozdik. 3-dan boshlab 7-indeksgacha. Demak, mana bu Yevni biz 40 bo'lar ekanmiz. 3, 4, 5lar bizga olinyapti. Xo'p, demak buni belgilab qo'ydik. Keyingisida 0 dan 3 gacha. 0 dan 3 gacha bo'lsa, mana bular 40 bo'linadi. Yaxshi. 0 dan 3 gacha bu 3 dan 7 gacha degani. Endi B ga qarasak, B plus 1 bo'lyapti. B da valin o'zi turibdi. Mana. B da valin o'zi turibdi. Demak, bunga qo'shadigan bo'lsak, 1 da ko'ryapmiz. 3 dan 7 gacha, ya'ni Yev qo'shilyapti. Shunda bu Valiyev bo'ladi. Valiyev. Endi printga e'tibor qilamiz. B joy tashlanib C2 chiqarilyapti. V da ko'ryapsiz, ya'ni B da Valiyev turibdi. Keyin joy tashlanib C2 bizda 0 dan 3 gacha bo'lgan joy, ya'ni Ali. Demak, Valiyev Ali degan javob. Mana bunga to'g'ri kelyapti. Valiyev Ali. Endi sistemali blok nima? Kompyuter xotirasidagi ma'lumotlarni qog'ozga chop etib beruvchi qurilma. Yo'q, bu printerga mos keladi. Kompyuterning asosiy elektron qurilmalarini o'z ichiga olgan qurilma. Bu to'g'ri. Keyingisida tovushli analog signallarni raqamli signallarga va aksincha. Demak, bu modemlar asosan shu ishni bajarib beradi bizga. Keyingisi qog'ozdagi matnni yoki tasvirni kompyuter xotirasiga kiritadi. Bu skaner. Shunday qilib, mana shu javob to'g'ri kelyapti. Word dasturida kontrol tugmasini bosib turib, sichqoncha g'ildiragini aylantirilsa, nima sodir bo'ladi? Bilasizlar, bu sahifa kattalashib, kichiklashadi. Demak, yangi sahifa qo'shiladi, chop etish, hujjat matnlari hajmi o'zgaradi, hujjat masshtabi o'zgaradi. Mana shu to'g'ri keladi. Informatika fanining asosiy obyekti nima? Bu axborot. Keyingisi hisoblang. Buni demak ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazing degan. Sizlar mana shu o'tkazishlarni yaxshi bilishlaringiz uchun jadvallarni yaxshi tushunib olishlaringiz kerak. Yodlash emas, tushunish. Chunki yodlasangiz esingizdan chiqib ketadi. Mana diada, triada, tetrada jadvallari bor. Biz hozir bu yerda triada jadvaldan foydalanamiz. Chunki 8lik sanoq sistemasidan ikkilikka o'tkazish kerak. Ularni bitta-bitta o'tkazadigan bo'lsak, 5 bizda 101 bo'lib yoziladi. 0, 3 ta 0. 5 yana 101, bunisi yana 3 ta 0. Shu bo'yicha qarasak, qaysi bizga to'g'ri keladi mana? 101, 3 ta 0, 101, 3 ta 0. Demak, mana shu to'g'ri kelyapti. Qolganlar nimaga to'g'ri kelmaydi? 101, 3 ta 0, keyin 3 ta 1 kelib qolgan mana. Bu to'g'ri kelmaydi. Bunisida 3 ta 1 boshida kelgan.
Bunisiga qarasak 101 o'rtada nollar ko'p. 3 ta bo'lish kerak edi. Demak, mana shunisi bizga to'g'ri kelyapti. Ali matnda O harfi noto'g'ri yozilganini ko'rdi. Uni to'g'rilash uchun Ctrl plus H tugmasini bosdi. Shu ish to'g'rimi? Ctrl H nima vazifani bajaradi Wordda? Eslaringizda bo'lsa, bu bizga o'sha almashtirishga yordam beradi. Zaminit degan tugmalar chiqadi. Bitta almashtirish mumkin yoki zaminit qilib hammasini almashtirish mumkin. Almashtirib berish oynasini ochgani uchun mana shu tugma bizga yordam beradi. Demak, to'g'ri ish qilgan. Python quyidagilardan qaysi biri int funksiyasi orqali to'g'ridan-to'g'ri butun songa aylantirishi mumkin? Mana bu o'zi butun songa aylantiriladi. Keyingisi int -12, 35 bu ham butun son. Lekin bunga qarasangiz false. Python dasturlashtirishda mantiqiy qiymatlar katta harf bilan boshlab yoziladi. Ya'ni false bo'lsa bunaqa false deb yoziladi. True bo'lsa bunaqa true deyiladi. Shuning uchun bu yerda false noto'g'ri holatda yozilgan. Uchni biz ola olmaymiz. Shuning uchun bu yerga qarasak, 3 qatnashganlari bunisi bor ekan, bunisi bor ekan. Mana shu ikkalasini chiqarib tashlaymiz. Bizda mana bu va mana bu qolyapti. Endi bulardan qaysi birini olamiz? Ko'ryapmiz, 1, 2larda o'tkazsa bo'lar ekan. 2 bizga kerak. Shuni 2 deb mana bu qatnashganini olsak bo'ladi. Qolgan holatlarni ham ko'rish mumkin. Mana 4. Bizga 2 va 10 orasidan birorta son qaytarib beradi, butun son o'tkaziladi. Qolganlari ham shunga o'xshash. Shunday qilib biz shuni tanlasak bo'ladi. Word bo'yicha qaysi holatda hujjat o'lchamlari ekran o'lchamlariga mos ravishda o'zgaradi hamda ko'p uskunalar aks etmaydi? Demak, ko'p uskunalar aks etmasligi uchun bizga web hujjat holati bo'lsa, bu yerda ham ancha-muncha uskunalar ko'rinib turadi. Xo'p, o'qish holati desak, bu yerda o'qish holatida ko'p narsalar ko'rinmaydi. Bu yerda mana shu nazariy savollarga ham baribir o'rganish kerak. Pythonda mana shu operatorlar qanday operatorlar? Bular bitli operatorlar. Mantiqiy bo'lsa boshqacha bo'ladi, ya'ni or, and, not yoki mana arifmetik bo'lsa qo'shamiz, ayiramiz, shunga o'xshagan amallar. Shunda biz bitlini tanlasak bo'ladi. Hozirgi kunda ayrim davlat rahbarlari qanday dasturlarga sarmoya kirityapti? Ishonchli dasturlarga, kiber dasturlarga, Windows dasturlariga, yangi dasturlarga. Ishonchli dasturlar degani endi bu keng tushuncha. Ya'ni ishonchli, ishonchsiz deb dasturni o'zi ajratish qiyin. Kiber dasturlar bunga kiritilishi mumkin, chunki xavfsizlik hammaga kerak. Windows dasturlariga odatda Windows kompaniyasini o'zi asosan sarmoya kiritib, o'zi shug'ullanadi. Odatda davlatlar miqyosida bunga sarmoya deyarli kiritilmaydi. Boshqa nodavlat tashkilotlar kiritish mumkin. Boshqa o'sha sarmoyadorlar bo'lishi mumkin, lekin davlat tashkilotlari ko'pincha bunga aralashmaydi. Yangi dasturlar deganda bu ham keng tushuncha, ya'ni yangi dastur hammasiga ham kiritilmaydi baribir. Ayrimlarga kiritish mumkindir. Lekin kiber dasturlarga kiritish to'g'riroq bularning ichida. Ali ikkilik sanoq sistemasidagi sonlarni 0 dan boshlab ketma-ket bo'sh joy qoldirmay yoza boshladi. Soli yozgan raqamlar soni 46 ta bo'lsa, Ali yozgan oxirgi sonni toping debdi. Bu yerda endi Ali, Soli deb aralashib ketgan menimcha, chunki yozayotgan kishi mana Ali. Keyin Soli yozgan raqamlar degan, bu yerda Soli hali hech narsa qilgani haqida aytilmagan edi. Shunday qilib menimcha Solining o'rniga Ali kelish kerak. Shunday qilib yechib ko'ramiz. Keling, ikkilik sanoq sistemasida yozib ketyapti. Tasavvur qilamiz. Qanday yozadi? Mana 0, 01. Ya'ni 01 emas, 1 ni o'zini yozadi, chunki bu to'ldirish shart emas. Mana
0, 1, 2 ni yozmoqchi bo'lsa 10 deb yozadi, 3 ni yozmoqchi bo'lsa 11 deb yozadi va hokazo. Mana shunday yozib ketaveradi. Endi buni hisoblashni biz osonlashtirishimiz uchun pastga qarab yozib ko'ramiz. Mana 0, 1, 10, 11 va hokazo mana shunaqa ketyapti. Endi bu yozayotgan paytda buni o'nlik holatda ham yozish mumkin. Mana bu 0 degani, mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 va hokazo 16 gacha yozib qo'yaylik. 11, 12, 13, 14, 15. Mana 15 ta sig'yapti. Mana shularni ko'rinishlariga e'tibor qilsak, 4 qanaqa bo'ladi? 100 bo'ladi, 5 101. Endi mana shu 3 xonali ketyapti. 8 likka borgan paytda 4 xonali bo'ladi, ya'ni 1000. Bu 4 xonali ko'rinish to 15 gacha boradi. 15 ni o'zi ham 4 xonali bo'ladi, mana shu 4 ta 1. Mana shu oradagi hammasi 4 tadan. Mana shu yer 4 tadan jami 4 xonali bo'lsa, nechta son bor? 8 ta bormi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta son. Demak, 4 ko'paygan 8. Bu 32 ta. Qator yozgan paytda 32 ta katak to'ldirgan bo'ladi. Endi mana bularni sanasak. Mana bu 2 ta, 2 ta. Mana 4 gacha. Mana bu 2 ta 2 tadan jami 4 ta. Endi 4 dan boshlab 8 gacha jami 1, 2, 3, 4 ta son. 4 ko'paygan 3 tadan bo'lar har biri, demak 12 ta bo'lyapti. Biz bularni qo'shishimiz kerak. Mana bu ikkitasi 6, mana bu bilan 18, mana bu ikkalasi endi ko'ryapsiz 50 bo'lib ketyapti. Shunda biz albatta chapdan yozib borayotganimiz uchun tepadan mana yozib kelganmiz. Oxirgi sonni yozmasak, mana shuni biz 4 ta ayirib tashlaymiz. Demak, bu yerda 46 ta chiqadi shunda. Bizga o'zi savolda aytgan 46 ta bo'lsa, demak, oxirgi yozgan soni 14 ni yozgan ekan. Oxirgi yozganda shu 14 degani, hop, mana bunaqa qilib yana bitta. Ya'ni 8 plus 6. Mana shunaqa holatda yozgan. Oxirgi yozgan soni mana shu bo'lgan. Bu o'nlik sanoq sistemasida mana shu 14 degani. Bu yerga qarasak, mana o'sha son. Keyingisida mana moslikni aniqlang. Yorliq, papka, fayl. Keling ko'ramiz nimalar bor. Kompyuterning biror tashqi xotirasida umumiy bir nom bilan saqlangan har qanday ma'lumot. Bu bizga faylga to'g'ri keladi. Keling shuni faylga belgilab qo'yaylik. Keyingisi bir nechta papka va ost papkalar, ost kataloglarning umumiy nomi. Demak, bu papkaga to'g'ri keladi. Demak, mana bunisi yorliqqa to'g'ri keladi. Papkaga mana bu ikkinchisi to'g'ri kelyapti. KMSning kamchiliklari keltirilgan qatorni ko'rsating. KMS nima edi? Shuni birinchi esga olish kerak. KMS degani Content Management System. Esga olishlaringiz mumkin WordPress, Joomla yoki shunga o'xshagan saytlarni tez ishlab chiqish bo'yicha konstruktorlar bor. Mana shular haqida gap ketyapti. Endi qarasak, qisqa vaqt ichida yuqori tezlikda sayt yaratish, demak bu ko'ryapmiz WordPressning qulayligi bu. Kamchilik emas, qulaylik bu. Ortiqcha qiyinchiliklarsiz chiroyli dizayn yaratish. Bularda mana mavjud emasligi degan albatta mavjud, chunki kod yozmasdan bemalol dizaynlarni qilsa bo'ladi. Bu ham demak qulaylik. Foydalanish huquqini boshqarish hamda sayt bilan ishlash jarayonini soddalik va qulaylik imkoniyatlari mavjud emaslik. Bu ham mavjud. Tizim himoya qatlamini mustahkamlash zaruratining mavjudligi, shablon asosida ishlash, nostandart funksiyalarga ega bo'lgan maxsus saytlar yaratishning mushkulligi. Mana bu endi kamchilik desa bo'ladi, chunki WordPressda masalan yoki shunga o'xshash boshqa konstruktorlarda albatta shablon asosida ishlaysiz.
qo'shimcha imkoniyatlar qo'shish uchun turli xil plaginlar qo'shish kerak bo'ladi. Bundan tashqari xavfsizlikni ta'minlash uchun o'sha qo'shimcha choralar qilish kerak. Mana shu narsa ishni ozroq qiyinlashtiradi. Shuning uchun biz shuni tanlashimiz mumkin. Keyingisi dastur natijasini topish kerak. Informatika bittasi axborot olami ekan. Bu testni yechish uchun keling bularni yozib indekslab olaylik. Demak, informatika indekslash uchun biz bu yerda teskari indeks ishlatilgani uchun keling teskari indekslaymiz. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 degani bu. Endi shu bo'yicha qarasak, bu yerda qanday qilib olinyapti? Demak, ko'ryapsiz, ikkita nuqtadan mana ikkita qo'yilgan, keyin -5. Biz birinchi mana buni olamiz, ya'ni minus tarafdan keladigan bo'lsak, a ni olamiz. Buni a ni olgan paytimiz biz -1 indeksni oldik. Endi mana shu -1 ga qo'shamiz -5 ni. Bu -6 ga teng. -6 indeksda ko'ramiz, mana m turibdi. Demak, m. Keyin bunga biz -6 ga yana -5 ni qo'shamiz. Bu -11 degani. -11 da i turibdi. Xuddi shunday axborot olamini ham olsak bo'ladi. Keling, buni ham yozib qo'yaylik. Axborot, demak, joy tashlab olami. Mana -1, -2, -3, -4, -5 shunaqasiga ketadi. Mana -6. Demak, i ni olamiz biz olgan paytimiz. Oxirida ikkalasini qo'shib chiqaryapti. Shuning uchun shunaqa olyapmiz. Demak, i ni oldik. Keyin -5 ni qo'shsak, -6 da. Xo'p, -7 bo'lar ekan mana. Chunki mana -1 plus -6 degani -7 bo'lib ketadi. T turibdi. Demak, T. -7 ga keyin yana -6. Bu -13 degani. Sanab ko'rsak, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana -13 a ga to'g'ri keladi. Demak, amita bo'lyapti. Qarasak, bizda mana shu amitaga to'g'ri keladi. Python dasturida berilgan kod natijasini aniqlang. Bu yerda bo'sh massiv olinyapti, ya'ni ro'yxat. Keyin n teng 10, bu bizga mana siklni ishlatish uchun kerak bo'ladi, ya'ni siklni chegarasi. Shunda i ni qiymatlari qanaqa qiymatlarga ega bo'ladi? I ni qiymatlari mana 2 dan boshlanyapti to 10 ni o'zigacha, ya'ni 9 gacha boradi. Oxiri 9 bo'ladi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'la oladi i ni qiymatlari. Keyin j qarasak, 2 dan boshlab i gacha. Bu yerda shart bergan, agar i ni j ga bo'lgan paytimiz qolmasa, ya'ni 0 ga teng bo'lsa, demak, biz sikldan chiqib ketamiz. Aks holda biz tepadagi mana bu a ro'yxatga i ni qo'shib qo'yamiz. Oxirida keyin a ni chiqaryapmiz. Tekshirib ko'rsak, masalan, i 2 bo'lgan paytda j qanaqa qiymatlarga ega bo'la oladi? J deylik bunisini. J 2 dan boshlanar ekan va i gacha. Bu holatda ko'ryapsiz, 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 0. Shuning uchun chiqib ketadi. Ya'ni a ga hech narsa qo'shilgani yo'q. Keyingi holatda bu yana 2 dan boshlanadi. 3 ni 2 ga bo'lsak, qoldiq 1 bo'ladi. Shuning uchun a ga endi
Mana bu yerga yozib qo'ysak 3 qo'shilyapti. Keyingi holatda, ya'ni 4 bo'lgan paytda, mana bu 2 bo'la oldi, 3 bo'la olmaydi. 4 bo'lgan paytda 4 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda qolmaydi, shu uchun chiqib ketadi. Shu uchun biz faqat tog' sonlarni ko'rsak bo'ladi. Mana buni, mana buni, mana buni. Sababi juft sonlarda chiqib ketadi. 5 bo'lgan paytda 2 ga bo'lamiz, qoldiq qoladi. 3 ga bo'lamiz, qoldiq qoladi. 4 ga bo'lamiz, qoldiq qoladi. Demak, bu degani 5 ni 3 marta qo'shish kerak degan. 5, 5, 5. Keyin 6 ga o'tsak, bizga mana juft son bo'lgani uchun to'g'ri kelmaydi, ya'ni chiqib ketadi. 7 bo'lgan paytda 7 o'zgacha bo'lgan sonlarga bo'linadi. 2, 3, 4, ya'ni bo'lgan paytda qoldiq qolib ketadi demoqchiman. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Jami 5 ta 7 bo'lish kerak ekan. Shunda qarasak mana shu to'g'ri kelyapti. Buni hisoblash uchun shunchaki buni bo'lib chiqishimiz kerak. Demak, 3003 ni bo'lishimiz kerak 16 ga. 30 ni ichida bitta, 16 ayirsak 14. 140 ni ichida demak 8 ta desak 88 kira 6, 48, 128. 128 ayiradigan bo'lsak, mana bizda hop 2, 1. Keyin 3 ni tushirsak, buni ichida endi 5 ta, 6 ta, 7 ta. 7 ta desak, to'g'ri keladi. 42 ni 2si 7 kira 1, 11. Demak, ayiradigan bo'lsak 1, 1. Endi mana bunisini bo'lamiz xuddi shunday. Bizda ko'ryapsiz, mana bundan bilsak bo'ladi, oxiri b bo'lishi kerak. Bizda oxiri b bo'lgani mana ikkita bor. Bunisi yoki bunisi. Endi biz yana bitta qadam hisoblashimiz kerak ekan. Buni ham 16 ga bo'lamiz. 18 ichida bitta. Demak, 16 ayirsak 2, buni ichida bitta. Shunda mana bundan ham bilsak bo'ladi, boshlanishi ham b bo'lishi kerak ekan. Mana buni davom ettirmasdan. Shunda mana bunisi bizga to'g'ri kelyapti. Bu nazariy savol, demak, ro'yxatni tugatish uchun 2 marta tugmasi, ro'yxat elementi tartibini o'chirish uchun esa 2 marta o'chirish uchun esa mana shu tugmasi bosiladi. Demak, tab bizga xo'p 2 marta bossak, ro'yxat tugatishni bajarib bermaydi. Alt bajarmaydi. Enter ni bossak, bajaradi. Mana enter bilan boshlangan 2 ta, demak, ro'yxat elementi tartibini o'chirish uchun esa tartibini o'chirishga delete emas, backspace ishlatsak bo'ladi. Modem boya ko'rdik, tovushli analog signallar. Ikki o'lchovli grafika turini topish kerak. Rasterli, vektorli, fraktal. Word dasturida jadvalni o'zaro qo'shni yacheykalarni birlashtirish uchun qanday amal bajariladi? Demak, выставкада emas, vidda emas, konstruktor va maket. Konstruktorda asosan jadvalni o'zini bezash, ranglash, shunga o'xshagan ishlar amalga oshiriladi. Maketda biz asosan shu jadvalni shu birlashtirishga o'xshagan ishlarni amalga oshirsak bo'ladi, ya'ni jadvalga deylik ustun qo'shish, satr qo'shish, birlashtirish degan ishlar. O'z xizmatlarini foydalanuvchi resurslariga bog'liq bo'lmagan holda taqdim etuvchi platforma bu bulutli platforma deyiladi. Ochiq kodli platforma umuman boshqa narsa, korporativ boshqa narsa, yopiq kodlisi ham boshqa narsa. Ko'zda tutilgan o'qish holati, veb hujjat, qoralama bizga to'g'ri keladi, chunki qoralamada biz matn kiritamiz, chiqaramiz, o'zgartiramiz, har xil. Python dasturi natijasini toping. Ko'ryapsiz, bo'sh ro'yxat bor. 0, 1, 2 qiymatlari unda joylashtirib qo'yilgan. Endi shuni ichidan bitta olib tekshiryapti. Agar u 4 dan kichkina bo'lsa, unga 1 qo'shib qo'yyapti. Shu bo'yicha qarasak, mana 0 4 dan kichkinami? Bizda 1, 2, 3 bo'lsa, unga qo'shib qo'yamiz. 3 qo'shib qo'shar ekanmiz. Demak, 0 ga 3 ni qo'shsak 3. Keyin 2 ni olib tekshiradi. 2 ham kichkina. 2 ga 3 qo'shsak 5.
Keyin 3 ni olib tekshiradi. 4 dan kichkina, demak 3 ga 3 ni qo'shsak 6. Keyin mana yana 3 ga kelyapti. Hozir bu yerda xo'p 0 ni ko'rgan paytimiz mana 3 qo'shdi. Bizda 3 gacha emas, mana bitta 3 yo'q ekan o'zi. Mana bunisi yo'q ekan. Mana 1 2 0 dan boshlangan edi. 0 1 2 keyin 3 5 6 bo'lyapti. Hisoblang. O'nlik sanoq sistemasiga o'tkazish kerak. Bu uchun shunchaki demak yig'inda tuzamiz. 7 ko'paygan 16 ning kvadrati plus mana bu degani 14 degani 14 ko'paygan 16 plus 6. Buni 7 ko'paygan 256 desak, mana bunisini hisoblash uchun plus 256 minus 32 desak bo'ladi. Sababi bu yerda ikkitaga kam 16 dan. Keyin plus mana 6. Mana bu ikkalasi 8 ko'paygan 256. Mana bu ayiradigan bo'lsak minus demak 24 26. Buni ko'paytiramiz. 8 kare 6 48 ning 8i 4 dilda 8 kare 5 40 demak 4 4 dilda 8 kare 2 16 4 bilan 20. Endi bundan 26 ni ayiramiz. Ayirsak 8 dan 2 ni 6 ni ayiradigan bo'lsak 8 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 2. Bundan ayirsak 2 va 20. 2022 chiqyapti. Qaysi javobda arxivator dasturlari berilgan? WinRAR, WinZip, WinWord. Fast Store, FS Capture. Bu to'g'ri kelmaydi. EC Quiz bu ham to'g'ri kelmaydi. Mana bunisi to'g'ri keladi. Chunki mana bu yerda WinWord degani bu arxivator dasturi emas. O'chirilgan ma'lumotlarni tiklash jarayoni to'g'ri berilgan javobni belgilang. Ishchi stoldagi savatchaga kirib, kerakli ma'lumotlarni tanlab, sichqonchaning o'rta tugmasini bosib, bunaqa qilinmaydi. Mana bunisi qayta tiklash emas. Ishchi stoldagi savatchaga kirib, kerakli ma'lumotlarni tanlab, sichqoncha o'ng tugmasini bosib, udalite. Bu o'chirib tashlash, demak, 4-inchisi bizga to'g'ri kelyapti. Internetga ajratilgan kabel orqali ulanish amalga oshiriladi. Oddiy telefon tarmog'i, virtual shlem, platter, maxsus qurilmalar yordamida. Oddiy telefon tarmog'i orqali ham internetga ulansa bo'ladi. Bu shlem boshga kiyiladigan narsa, platter boshqa narsa, maxsus qurilmalar shart emas. Oddiy telefon tarmog'i ham yetarli bo'ladi. Jumlani to'g'rilang. Erkin ishchi bo'lib, asosan bir martalik yoki mavsumiy xizmatlarni bajarish uchun yollangan. Buyurtma asosida qandaydir ish yoki xizmatni kelishilgan haq evaziga belgilangan vaqt davomida amalga oshirib beruvchi shaxs. Kompyuter ishlab chiqaruvchi firma, tadbirkor, frilanser, korxona rahbari. Demak, frilanserni biz tanlasak bo'ladi. OK deymiz. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Savollarni yechib bo'ldik. Natija ko'rsatildi. Jami 35 ta savol yechildi. Endi mana bu yerga e'tibor qilsak, nima deyapti? Baholash mezoni. 75% va undan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lsa, attestatsiyadan o'tdi. Oliy malaka toifasi, ya'ni bosh o'qituvchi lavozimi saqlansin. 75% dan past ko'rsatkichga ega bo'lsa, attestatsiyadan o'tmadi. Birinchi malaka toifasi yetakchi o'qituvchi lavozimiga tushirilsin. Qisqasi bu yerda shu demak baholash tartibi ko'rsatilyapti toifa bo'yicha. Shunday qilib mana test yechishni ko'rdik. Agar sizlarga dars ma'qul kelgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Dars ma'qul keldi desangiz, biz yana ham shunga o'xshash darslarni tashkillashtirishimiz mumkin.
Sababi bitta darsda ko'ryapsiz, 35 xil narsani balki o'rganishingiz mumkin. Bugungi dars shulardan iborat bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Agar dars sizga ma'qul kelgan bo'lsa va darslar davomli bo'lishini xohlasangiz, videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi darslarni o'tkazib yubormasligi uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.